Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarning bu vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid. Men Shvetsiyaningki poytaxti Stokgolmda yashayman. Shvetsiyaningki grajdani bo'laman. Shvetsiya fuqarosi bo'laman. Navbatda men Xitoyningki ota-onamni qonunsiz 5 yil so'lib olganligi, shundaqla 18 yillik qamoq jazosi berganligi ustidan guvohlik bermoqchi. Shundaqla men shu birinchi qitim Shvetsiya hukumatidan hukumatdan qonunliq ruxsat elib Shvetsiya parlamentining oldida ya'ni namoyish qilishni boshladim. Bugun tunji kuni namoyish qilishdan chiqib ketishdan burun har kuni shundaq bir 5-10 minut nima qilaman, live ochaman. Hammanglarniki shu joqda hambirlab berishinglarni umid qilaman. Mening opam, dadamning ismi bo'lsa Hamid Abdurahmon. Bu kimlik nomeri, tug'ilgan oy kuni. Opamning ismi bo'lsa Saodat Bovdun. Bu tug'ilgan kuni, kimlik nomeri. Opam dadam 2017 yili, ya'ni 1-oyning 27 kuni oblastlik Kobau davrining odamlar tarafidan tutilib ketilgan. 5-2 yil Bo'zdagi turmada yana tarbiyalash markazida bo'lgan. Uningdan keyin sud etib opam dadamni 18 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Hozir dadamninki turmadagi o'rni bo'lsa Kunasda, opamninki bo'lsa diviziyaning, ya'ni bu nimadagi Bayondaydagi turmasida. Hozirgi opamning turmadagi ahvoli intayin og'ir. Opam hozir turmaninki og'riqlar bo'limida, ya'ni kasalchan bo'lib qolgan. Shuningga men Xitoy hukumatiningki opam dadamni shartsiz qo'yib etib, darhol qo'yib etishini talab qilaman. Bu bo'lsa opam dadamninki qisqacha tushuntirishi, tutib ketishidagi. Tegidagi bo'lsa men bilan muxbirlarniki va yoki televiziya stansiyalariniki aloqa qilish nomeri. Bu bizniki bo'lsa 2014-yildagi opam dadam bilan Turkiyadagi birga ko'rishgan vaqtdagi tushgandagi rasmimiz. Opam dadam bo'lsa hech qanday gunohi yo'q. Ikkilisi hukumat kadrlari pensiyaga chiqqan. Hozir yoshi bo'lsa dadam bo'lsa 54-yilniki 66 yaş. Opam bo'lsa 56-yilniki 64 yaş. Bu opam dadamni tutib ketishlik sabab birinchidan meningki Shvetsiyada yashaganligim. Ikkinchidan bo'lsa opam dadamni tutib ketishining ikkinchi sababi bo'lsa, ya'ni 2014-yilda Turkiyaga chiqqanligimiz. Opam dadam Xitoy hukumati taqatgan qonunliq Jumhuriyet Xalq Cumhuriyatining pasporti bilan qonunliq Turkiyaning vizasini urg'urib kelgan. Shuning uchunga Xitoyningki har qanday bu opam dadam to'g'riliq qalaymiqan yakun chiqarib, opam dadamni turmalarga solishini, nazarband elishini, shartsiz holda qo'yib berishini, darhol to'xtatishini talab qilaman. Rahmat qarindoshlar, mushuni bir xapolmay hamma hillab qo'ygan bo'lsanglar.